ayollar, erkaklar xiyonati deb ajratish bu mutlaqo xato. Sababi xiyonatni asosi o'sha buzuqlik, oddiy qilib aytganda o'sha hayoni yo'qligi ayollarda ham erkaklarda ham bir xil. Va bilasizmi, menga 6 oycha bo'lib qoldi, bir ayol yozishdi, adashmasam Qozog'istondan ekan u ayol, hozir eslolmayman, nechtadir farzandlari bor ekan. Turmush o'rtoqlari chet elga ishga ketgan. Endi ayolni gapirishi bo'yicha turmush o'rtoqlari ichgan, ularga yaxshi munosabatda bo'lishmagan va hokazo. Qisqasi, bu ayolning hayotida boshqa erkak paydo bo'lgan. Nafaqat erkak paydo bo'lgan, balki u ayolni nikohiga olganini aytdi menga. Bu ayol, tushunyapsizmi? Mana tushunyapsizmi? Ya'ni demoqchimanki, bularni hammasi aql bovar qilmaydigan hamma narsalar maqsadi bitta. Bu ham bo'lsa o'zini oqlash.